Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizning vaqtingizni tejab hamyoningizni to'ldirishingizga yordam beradigan juda muhim mavzu haqida gapirmoqchiman. Hozirgi kunda millionlab insonlar o'zlariga tegishli bo'lgan pul mablag'laridan bexabar qolmoqdalar. Shunchaki bitta kichik harakatni amalga oshirmaganliklari uchun. Bu sizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Agar siz hozirda ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, demak sizga bu ma'lumot juda zarur. Ishoning bugungi video hayotingizni sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'rib chiqing. Chunki har bir soniya muhim va sizning foydangizga xizmat qiladi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari ko'pgina ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar yoki davlatdan qo'shimcha mablag'lar ma'lumotlar bazasiga avtomatik ravishda kiritilgan ma'lumotlar asosida, ya'ni sizning ishtirokingizsiz amalga oshiriladi. Misol uchun, yangi tug'ilgan chaqaloq uchun nafaqa ko'pincha tug'ilishni ro'yxatdan o'tkazish bilan birga avtomatik ravishda tayinlanardi. Yoki pensiya yoshiga yetgan fuqarolar uchun ayrim imtiyozlar. Ularning pensiya hujjatlari rasmiylashtirilganda qo'shimcha arizasiz taqdim etilardi. Davlat organlari o'zlarining mavjud tizimlari orqali fuqarolarning ma'lumotlarini tahlil qilib, kimga qanday yordam berilishi kerakligini aniqlashga harakat qilishardi. Bu tizimda asosan inson omili kamroq bo'lib, xatolar soni ham kamroq deb hisoblanardi. Chunki ma'lumotlar bevosita davlat organlarining o'zida yig'ilardi. Masalan, maktabga chiqqan bolalar uchun beriladigan bir martalik to'lovlar ham ko'pincha bolaning maktabga qabul qilinganligi to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslanib, avtomatik ravishda tayinlangan holatlar ham mavjud edi. Bu fuqarolar uchun juda qulay edi. Chunki ortiqcha qog'ozbozlik va ovoragarchilikka hojat qolmas edi. Davlatning ijtimoiy xizmatlari fuqarolarga yaqinroq bo'lib, ularni o'zlari izlab topishga harakat qilardi. Bu yondashuvning asosiy maqsadi fuqarolarga maksimal qulaylik yaratish va ijtimoiy himoyani kengaytirish edi. Biroq zamonaviy jamiyat va davlat boshqaruv tizimlari rivojlanib, yanada samaraliroq va shaffofroq tizimlarga o'tmoqda. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgargan. Hozirda ko'plab ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar va imtiyozlar faqatgina sizning shaxsiy arizangiz asosida taqdim etiladi. Bu o'zgarishlarning sabablari xilma-xil bo'lishi mumkin. Birinchidan, mablag'larni maqsadli ishlatishni ta'minlash va firibgarlikning oldini olish maqsadida har bir murojaat sinchkovlik bilan o'rganib chiqiladi. Ikkinchidan, ma'lumotlar bazalarini yangilash va faqatgina haqiqiy ehtiyojmandlarga yordam berish tizimini joriy etishga qaratilgan harakatlar ham mavjud. Uchinchidan, davlat organlari endi fuqarolardan mas'uliyatni o'z zimmalariga olishlarini kutishmoqda. Ya'ni agar siz ma'lum bir imtiyozga haqli ekanligingizni bilsangiz yoki taxmin qilsangiz, bu haqda davlatga o'zingiz xabar berishingiz shart. Bu tizimning afzalligi shundaki, sizning arizangiz asosida, sizning shaxsiy holatingizga mos ravishda yordam ajratiladi. Lekin eng katta kamchiligi shundaki, agar siz arizani topshirmasangiz, hech qanday to'lovni olmaysiz. Tizim avtomatik tarzda sizni izlab topmaydi va sizga pul o'tkazmaydi. Bu esa afsuski, ko'plab insonlarning o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha pul mablag'laridan mahrum bo'lishlariga olib kelmoqda. Bu o'zgarishlar ayniqsa yangi turdagi ijtimoiy himoya dasturlari joriy etilganda yoki mavjud dasturlarning shartlari o'zgartirilganda sezilarli bo'ladi. Misol uchun, ba'zi hududlarda kommunal to'lovlar uchun subsidiya avval avtomatik tarzda berilgan bo'lsa, endi oilaning daromadini tasdiqlovchi hujjatlar bilan ariza topshirish shart qilib qo'yilgan. Yoki yosh oilalarga ipoteka kreditlari uchun dastlabki to'lovni qoplash bo'yicha imtiyozlar ham avtomatik tarzda berilmaydi, balki alohida ariza talab qiladi. Shuning uchun bugungi kunda har bir fuqaro o'z huquqlari va imtiyozlari haqida xabardor bo'lishi va zarur hollarda tegishli arizalarni topshirishni unutmasligi juda muhimdir. Endi esa batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Aslida nimani bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi lozim va kimlar tashvishlanmasligi mumkin? Bu o'zgarishlar asosan to'lovlar va imtiyozlar tizimining murakkablashgani bilan bog'liq. Hozirda davlat aniq bir ehtiyojni qondirish uchun mo'ljallangan yordamni aniq maqsadli tarzda taqdim etishga intilmoqda. Bu degani sizning holatingizni, oilaviy ahvolingizni, daromadingizni va boshqa omillarni batafsil o'rganib chiqish zarur. Shuning uchun ham ariza talab qilinadi. Kimlar ayniqsa xavotirda bo'lish kerak? Birinchidan, yosh bolali oilalar. Avvallari bola tug'ilgandan so'ng
bola puli yoki nafaqalar avtomatik tarzda rasmiylashtirilishi mumkin edi. Lekin hozirda ko'plab hududlarda, masalan, 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun beriladigan nafaqalar har 6 oyda yoki yilda bir marta yangidan ariza topshirishni talab qilishi mumkin. Bu ayniqsa daromadi minimal darajadan past bo'lgan oilalar uchun juda muhimdir. Keling, aniq bir misol keltiraylik. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi Otabek va Dilorom ismli er xotin 2 nafar farzandlari bilan. Ularning bir farzandi 2 yoshda, ikkinchisi esa 6 yoshda. Avvallari ular bolalari uchun nafaqani avtomatik tarzda olishgan. Lekin bir yil oldin tizim o'zgardi. Ularning oilaviy daromadi har bir oila a'zosiga nisbatan minimal iste'mol xarajatlaridan pastroq. Agar ular o'z vaqtida, masalan, har 6 oyda bir marta mahalla fuqarolar yig'iniga yoki ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy bo'linmalariga borib, bola nafaqasi uchun ariza topshirmasalar, har oyda taxminan 2000 so'm, bu shartli raqam haqiqiy miqdor hukumat qarorlariga bog'liq miqdordagi nafaqani yo'qotishadi. Bir yilda bu 4.200.000 so'm degani. Bu mablag' 2 farzandning oziq-ovqatiga, kiyim kechagiga yoki maktabga tayyorlash xarajatlariga juda katta yordam bo'ladi. Ular bu nafaqani olishdan mahrum bo'lmasliklari uchun har yarim yilda o'z daromadlari va oilaviy ahvoli haqida ma'lumotlarni taqdim etib, arizani qayta topshirishlari shart. Sababi ularning daromadlari o'zgarishi yoki oilaviy ahvoli yangilanishi mumkin. Tizim esa bu haqda o'zidan bilmaydi. Ikkinchidan, pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslar. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar, masalan, yolg'iz yashovchi pensionerlarga kommunal xizmatlar uchun beriladigan kompensatsiyalar yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga transport xarajatlarini qoplash uchun ajratiladigan mablag'lar ham endi ariza talab qilishi mumkin. Masalan, Gulnora opa 55 yoshli yolg'iz pensioner. Avvallari unga ma'lum bir muddatda uy-joy kommunal xizmatlari uchun chegirma avtomatik tarzda taqdim etilgan. Lekin oxirgi yilda bu tizim o'zgargan. Endi Gulnora opa har yili bir marta mahallaga yoki ijtimoiy himoya milliy agentligining tuman, shahar bo'limlariga o'zining yolg'iz yashashini tasdiqlovchi hujjatlar bilan ariza topshirishi kerak. Agar u buni unutsa, har oyda taxminan 7.000 so'm shartli raqam miqdordagi kommunal to'lovlar uchun kompensatsiyani yo'qotadi. Bir yilda bu 20.800.000 so'm degani. Bu pensionerning kunlik ehtiyojlarini qondirishda katta ahamiyatga ega bo'lgan mablag'dir. Odatda keksa yoshdagi insonlar yangi tizimlarga moslashishda qiynalishadi. Shuning uchun ularning oila a'zolari yoki yaqinlari bu masalada yordam berishlari juda muhim. Xuddi shunday birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsga transport xarajatlari uchun ajratiladigan to'lovlar ham. Agar u har yili tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik muddatini uzaytirgan holda tegishli idoraga ariza bermasa, to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu odamlar uchun har bir so'm muhim. Shuning uchun bu jarayonni o'tkazib yubormaslik kerak. Uchinchidan, kam ta'minlangan oilalar. Ularga beriladigan moddiy yordam yoki bir martalik nafaqalar ham doimiy ravishda monitoring qilinishi va arizalar yangilanib turishi kerak. Misol uchun, qishki isitish mavsumida kam ta'minlangan oilalarga beriladigan subsidiya. Bu subsidiya har yil yangi ariza talab qilishi mumkin. Farg'onada yashovchi Bobur akaga o'xshash oilalar har qish mavsumi boshlanishidan oldin sentyabr-oktyabr oylarida mahalliy hokimiyatga yoki ijtimoiy himoya milliy agentligi bo'limga ariza topshirishlari kerak. Agar ular buni o'tkazib yuborsa, qishda gaz va elektr uchun to'lanadigan xarajatlarning bir qismini qoplaydigan taxminan 200.000 so'm shartli raqam miqdoridagi yordamdan mahrum bo'lishadi. Bu nafaqa bir qish mavsumi uchun 800.000 so'mga datoga yetishi mumkin va oilaning byudjetiga katta yordam bo'ladi. Sababi ularning daromadlari yil davomida o'zgarishi, ish joyi almashishi yoki oila tarkibi o'zgarishi mumkin. Davlat esa bu ma'lumotlarni har doim avtomatik ravishda yangilay olmaydi. Xavotirlanmasligi mumkin bo'lganlar kimlar? Bu asosan avtomatik tarzda tayinlanadigan juda aniq va kamdan-kam o'zgaruvchan imtiyozlarga ega shaxslar. Masalan, ba'zi turdagi og'ir kasalliklarga chalingan fuqarolarga beriladigan davolash uchun cheklovsiz imtiyozlar yoki davlat mukofotlari bilan bog'liq doimiy qo'shimcha to'lovlar. Bunday hollarda shaxsning maqomi yoki kasallikning og'irlik darajasi deyarli o'zgarmaydi. Shuning uchun qayta ariza topshirish zarurati bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir har bir holatda tegishli idora bilan bog'lanib, aniqlik kiritish ortiqcha bo'lmaydi. Hech qachon meniki avtomatik deb bit-budi ish olmaslik kerak.
Endi esa qoidalarga istisnolar. Qaltis jihatlar va ko'zdan panada qoladigan nozik nuqtalarga e'tibor qarataylik. Bu bo'lim ayniqsa muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda xatolarga yo'l qo'yadi. Birinchidan, nolariza prinsipi yoki avtomatik tayinlashning saqlanib qolgan holatlari. Ba'zi hollarda davlat hali ham ma'lumotlar bazalaridagi axborotga asoslanib avtomatik ravishda to'lovlarni tayinlash amaliyotini saqlab qolgan. Ammo bu juda kamdan kam hollarda va asosan favqulodda vaziyatlarda yoki juda aniq belgilangan guruhlar uchun amalga oshiriladi. Masalan, tabiiy ofatlardan jabr ko'rganlarga bir martalik yordam ko'rsatishda hokimiyat mavjud ro'yxatlar asosida yordamni avtomatik ravishda ajratishi mumkin. Yoki juda og'ir va doimiy nogironlikka ega bo'lgan shaxslarga ba'zi asosiy nafaqalar ham avtomatik tarzda to'lanishi mumkin. Lekin bu holatlar ham juda cheklangan va qat'iy mezonlarga asoslanadi. Sizning holatingiz bunda istisno ekanligiga ishonch hosil qilish uchun baribir tegishli tashkilot bilan bog'lanib aniqlik kiritishingiz kerak. O'z-o'zidan meniki avtomatik bo'lishi kerak deb o'ylash juda xavfli. Ikkinchidan, muddatlar va ularni o'tkazib yuborishning oqibatlari. Ko'pgina ijtimoiy to'lovlar uchun ariza topshirishning qat'iy muddatlari mavjud. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, sizga tegishli bo'lgan pulni shunchaki olmaysiz. Masalan, yangi tug'ilgan chaqaloq uchun bir martalik nafaqa bolaning tug'ilganidan keyin ma'lum bir muddat ichida, masalan 6 oy ichida topshirilishi kerak. Agar bu muddat o'tkazib yuborilsa, siz bu pulni yo'qotasiz, hatto unga haqli bo'lsangiz ham. Xuddi shunday, ba'zi kommunal imtiyozlar uchun arizalar har yilning boshida yanvar oyida topshirilishi talab qilinishi mumkin. Agar siz mart oyida topshirsangiz, yanvar va fevral oylari uchun imtiyozlarni yo'qotasiz. Bu juda nozik nuqta. Chunki odamlar ko'pincha qachon topshirsam ham beriladi deb o'ylashadi. Lekin aslida unday emas. Uchinchidan, hujjatlar to'plami va ularni to'g'ri taqdim etish. Ariza bilan birga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati har bir to'lov turi uchun farq qilishi mumkin va bu ro'yxatni sinchiklab o'rganish zarur. Eng keng tarqalgan xato noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar taqdim etish. Masalan, daromad haqida ma'lumotnoma eskirgan bo'lishi mumkin yoki oila tarkibi haqida ma'lumotda biron bir a'zo kiritilmagan bo'lishi mumkin. Biror bir hujjatning yo'qligi yoki noto'g'ri to'ldirilishi arzangizning rad etilishiga yoki ko'rib chiqish muddatining uzayishiga sabab bo'ladi. Siz yana idoraga borishga, navbatda turishga va ortiqcha vaqt yo'qotishga majbur bo'lasiz. Agar hujjatlar to'liq bo'lmasa, arizangiz ko'rib chiqishsiz qoldiriladi va siz avvaldan berilishi kerak bo'lgan mablag'ni kechikish bilan yoki umuman ola olmasdan qolasiz. Misol uchun, Farg'onalik bir ayol farzandi uchun bola pulini olishga borganda turmush o'rtog'ining oxirgi 6 oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etishni unutgan. Natijada uning arizasi rad etilgan va u yana 2 hafta kutishga majbur bo'lgan. Shu sababli iloji boricha barcha kerakli hujjatlar ro'yxatini aniq bilib oling va ularni oldindan tayyorlab qo'ying. 4-dan, ma'lumotlarning raqamlashtirilishi va elektron hukumat portallari. Hozirgi kunda ko'plab arizalarni, masalan, YID-XP, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn topshirish imkoniyati mavjud. Bu bir tomondan qulaylik bo'lsa, ikkinchi tomondan ba'zi fuqarolar uchun qiyinchilik tug'diradi. Kompyuter yoki internetdan foydalanishni bilmagan keksa yoshdagi fuqarolar yoki chekka hududlarda yashovchilar uchun bu jarayon murakkab bo'lishi mumkin. YID-XP orqali topshirilgan arizalarda ham xatoliklarga yo'l qo'yish oson. Masalan, noto'g'ri bank rekvizitini kiritish yoki talab qilingan elektron shaklni to'g'ri to'ldira olmaslik natijasida to'lovlar kechikishi yoki boshqa shaxsning hisobiga o'tkazilib ketishi mumkin. Shu sababli, agar siz onlayn tarzda ariza topshirsangiz, har bir qadamni diqqat bilan tekshiring va shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritganingizga ishonch hosil qiling. Agar shubhangiz bo'lsa, YID-XPning kol markaziga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishdan tortinmang. 5-dan, atrof muhitdagi mish-mishlar va noto'g'ri ma'lumotlar. Ba'zan odamlar qo'shnilari, qarindoshlari yoki do'stlardan eshitgan ma'lumotlarga tayanib ish tutishadi. Menga avtomatik keldi, senga ham keladi. Falon hujjat shart emas ekan kabi gaplar sizni noto'g'ri yo'lga boshlashi mumkin. Unutmang, har bir oilaning, har bir insonning vaziyati individualdir. Sizning qo'shningizga berilgan to'lov sizga berilmasligi mumkin. Chunki sizning daromadingiz boshqa, oilaviy ahvolingiz boshqa, yashash manzilingiz boshqa. Doim faqatgina rasmiy manbalarga, ya'ni davlat tashkilotlarining veb-saytlariga, e'lonlarga,
ijtimoiy himoya milliy agentligi, bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, moliya vazirligi kabi idoralarning rasmiy ma'lumotlariga ishonchingizni bildiring. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlarining mutaxassislari yoki mahalliy hokimiyat vakillaridan ham aniq ma'lumot olish mumkin. Ularning maslahatlari eng ishonchli manba hisoblanadi. 6-dan, to'lovlar miqdorining o'zgarishi va shartlarning yangilanishi. Davlat ijtimoiy siyosati doimiy ravishda takomillashib boradi. Bu esa to'lovlar miqdorining o'zgarishiga, ba'zi imtiyozlarning bekor qilinishiga yoki yangi imtiyozlarning joriy etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, o'tgan yili bir miqdorda berilgan bola puli bu yil boshqa miqdorda bo'lishi mumkin. Yoki avvalgi shartlar asosida olgan subsidiyangizni olish uchun bu yil qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun har safar ariza topshirishdan oldin amaldagi qonunchilik va hukumat qarorlari bilan tanishib chiqish juda muhimdir. Bu sizga kutilmagan vaziyatlarga tushmaslikka yordam beradi. Shu sababli har qanday qo'shimcha to'lov yoki imtiyozga da'vogarlik qilishdan oldin, masalan, har tomonlama o'rganib chiqish va zarur arizani o'z vaqtida to'g'ri hujjatlar bilan topshirish eng muhim qadam hisoblanadi. Bu sizni ortiqcha bosh og'riq va moddiy yo'qotishlardan asraydi. Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni amalga oshirishingiz lozim? Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu maslahatlarga amal qilsangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan har qanday qo'shimcha to'lovni muvaffaqiyatli olishingiz mumkin. Birinchi qadam o'zingizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan imtiyozlarni aniqlang. Avvalo, o'zingizning oilaviy ahvolingizni, yoshingizni, ijtimoiy maqomingizni, masalan, pensioner, nogironligi bor shaxs, yosh bola onasi, kam ta'minlangan oila a'zosi hisobga olgan holda qanday turdagi yordamlarga haqli bo'lishingizni aniqlab oling. Buning uchun internetdagi rasmiy manbalardan foydalaning. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya milliy agentligining rasmiy veb-sayti, Social Protection.uz yoki bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligining portali Mehnat.uz yordam berishi mumkin. Ushbu saytlarda ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar, kompensatsiyalar kabi bo'limlarni qidirib toping va o'zingizning holatingizga mos keladigan barcha imtiyozlar ro'yxatini diqqat bilan o'rganib chiqing. Ba'zi imtiyozlar faqat ma'lum bir hududlar uchun yoki ma'lum bir kasb egalari uchun belgilangan bo'lishi mumkinligini ham hisobga oling. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlashtiring. Har bir imtiyoz turi uchun alohida hujjatlar to'plami talab qilinadi. Bu ro'yxatni aniqlash uchun siz yuqorida aytib o'tilgan rasmiy veb-saytlardagi tegishli sahifalarni o'rganishingiz yoki Davlat xizmatlari markaziga DXM shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. DXMga borib, men falon to'lov uchun ariza topshirmoqchiman. Menga qanday hujjatlar kerak deb so'rang. Ular sizga aniq ro'yxatni berishlari shart. Odatda bu ro'yxatga quyidagilar kiradi. Pasport nusxasi, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, oilaning tarkibi haqidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan, oila a'zolarining daromadlari haqidagi ma'lumotnomalar ish joyidan yoki bankdan, pensiya guvohnomasi pensionerlar uchun, nogironlik haqidagi guvohnoma nogironligi bor shaxslar uchun bank hisob raqami rekvizitlari. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda hujjatlarning elektron nusxasi, skaner qilingan variantlari ham talab qilinishi mumkin. 3-qadam. Arizani to'g'ri to'ldirish va topshirish usulini tanlash. Arizani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Har bir maydonni to'g'ri va aniq ma'lumotlar bilan to'ldiring. Xatoliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Ariza topshirishning bir nechta usuli mavjud. Shaxsan Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish. Bu eng ishonchli usullardan biri hisoblanadi. Chunki mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi va hujjatlarning to'g'riligini tekshirishadi. Bu mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilish. Ba'zi turdagi yordamlar aynan mahalla orqali rasmiylashtiriladi. Elektron hukumat portali EID-Exp orqali onlayn ariza topshirish. Agar siz internet va kompyuterdan foydalanishni bilsangiz, bu eng qulay va tezkor usuldir. Arizani to'ldirishda har bir qadamni diqqat bilan o'qing va talab qilingan elektron hujjatlarni skaner qilingan nusxalarini yuklashni unutmang. Bank rekvizitlarini kiritishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Bitta noto'g'ri raqam sizning pulingizni boshqa shaxsga o'tkazib yuborishi mumkin. Pochta orqali yuborish. Ba'zi kamdan kam hollarda. Agar siz chekka hududda yashasangiz,
yoki boshqa sababga ko'ra shaxsan bora olmasangiz, arizani tegishli organga pochta orqali yuborish mumkin. Ammo bu usulni tanlashdan oldin shu imkoniyat mavjudligini aniqlashtiring va arizani buyurtma xat sifatida yuboring. Kvitansiyani saqlab qo'ying. 4-qadam, arizangizning holatini kuzatib boring. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga murojaat raqami yoki qabul qilinganligi haqida kvitansiya beriladi. Bu raqamni saqlab qo'ying. Davlat xizmatlari markazi orqali topshirgan bo'lsangiz, ular sizga SMS xabar yuborishadi. Ya ID Expo orqali topshirgan bo'lsangiz, o'z kabinetingizda arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Arizangizning ko'rib chiqish muddati odatda 5 kundan 30 kungacha bo'ladi. Agar belgilangan muddat ichida javob olmasangiz yoki arizangiz rad etilsa, sababini so'rab tegishli organga qayta murojaat qiling. Rad etish sababi qonuniy asosga ega bo'lishi kerak va sizga bu sabab yozma ravishda taqdim etilishi shart. 5-qadam, rad etilgan taqdirda shikoyat qiling. Agar sizning arizangiz asossiz ravishda rad etilgan bo'lsa yoki sizga to'lov tayinlashda nohaqlikka duch kelgan bo'lsangiz, shikoyat qilish huquqingiz bor. Buning uchun yuqori turuvchi tashkilotga, masalan, Ijtimoiy himoya milliy agentligining viloyat yoki respublika boshqarmasiga, xalq qabulxonasiga, prezident portaliga, PMPOK yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Shikoyatda vaziyatni batafsil bayon eting va barcha dalillarni rad etish haqidagi yozma javob hujjatlar nusxalari ilova qiling. Eslab qoling, hech kim sizning huquqlaringizni sizdan yaxshiroq himoya qila olmaydi. Faqatgina sizning faolligingiz va to'g'ri qadamlaringiz sizga tegishli bo'lgan pulni olishingizga yordam beradi. Qadrli do'stlar, bugungi videoda aytilgan har bir so'z, har bir maslahat sizning moddiy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan. Unutmang, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha pul mablag'lari shunchaki turibdi. Sizdan ularni olish uchun kichik bir harakat kutmoqda. Sizning harakatingiz, sizning arizangiz ushbu mablag'larning kalitidir. Minglab, millionlab so'mlarni faqatgina ariza topshirmaganligingiz uchun yo'qotib qo'yishdan aslo afsuslanmang. Bu video sizning shaxsiy moliyaviy maslahatchingiz bo'lsin. Bugun eshitgan ma'lumotlaringizni darhol hayotga tatbiq qiling. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring, chunki ular ham bu ma'lumotdan bexabar bo'lishlari mumkin. Esingizda bo'lsin, birgalikda biz ko'proq foyda olishimiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.